Assalomu alaykum, So'qan Yevropa fasad quruvchilari. Biz mana shunaqangi fasad plitkalarni ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Bu yerda hozir ikki xil rangdagi fasad plitkamizdan qotirib qo'yganmiz. Buni rangi hech qanaqangi sepirmagan yoki bo'yalmagan. Bu tayyorlanishi haqiqiy Eron sementidan tayyorlanganligi uchun, rasoni o'zi shunaqa rang bo'lganligi uchun hech qanaqangi to'rt xil faslda ham rangi o'zgarmaydi. Buni yana bitta zo'r taraflaridan biri hech qanaqangi devor tanlamaydi. Xom g'ishtni, pishgan qishmi, shikatorkami, shlaka blokmi, xohlagan devorga bemalol qotirsangiz bo'ladi. Va bu yerga biz hozir namuna uchun qotirib qo'yganmiz. Mana bu stol qismiga bo'ladi. Bu seka variantimiz, bu lazerli fasonimizdan qilingan. Misol uchun siz uyingizga qanaqa qotirsangiz qanaqa chiqadi, o'shanaqa variantni biz keltirib qo'yganmiz bu yerga. Bundan tashqari ham bizda bir necha xil turlari mavjud, bir necha xil ranglari mavjud. O'zingizga yoqqan rangni biz xohlagan rangingizni chiqarib beraveramiz.